Assalomu alaykum do'stlar. Aynan shu salatning tarkibida 80% yod bor desam ishonasizlarmi? Bugun sizlarga bitta videoda ikki xil mazali, foydali salat retseptini ko'rsataman. Tabiiyki, dengiz karamini suvni tagida o'sgani uchun ozgina yoqimsiz hidi bo'ladi. Hidini yo'qotish uchun 2 marotaba issiq suvda yaxshilab chayib olib, suvni to'kib tashlab, yana issiq suv solib 5-6 soatga xona haroratiga qo'yib qo'yamiz. Bu vaqt davomida ikkinchi salatni tayyorlab olamiz. Qizil va ko'k bulg'or, tuzlangan bodring hamda qo'ziqorini videoda ko'rsatilgandek qilib to'g'rab olamiz. Ko'pchiligimiz bilgan mazali dudulangan asl baraka kalbasasini yarim oy shaklida to'g'rab, salatimiz yanada mazali va xushxo'r chiqish uchun ko'k piyoz, jo'xori, no'xatni solib, ziravorlardan quritilgan bulg'or, soya hamda o'simlik yog'i qo'shamiz. Shaxsan o'zim jo'xori hamda no'xatni yaxshi ko'rganligim uchun salatga ko'proq qo'shdim. Siz ozroq qo'shsangiz ham bo'ladi. 5 soatdan so'ng dengiz karamini yana bir bor issiq suvda chayib tashlab, dengiz karami yumshab ketmasligi uchun oxirida muzdak suvda yaxshilab chayib olamiz. Uksus, shirin va achchiq paprika, maydalangan qora murch hamda shakarni qo'shib, ozgina yog'da piyoz hamda sarimsoqni suv chiqqunga qadar qovurib, salatimizga qo'shamiz. Agarda siz ham erinmasdan salatni aytgandek qilib tayyorlasangiz, salatda hech qanaqa yoqimsiz hidi qolmaydi. Salatimizda yod miqdori juda ham ko'p bo'lganligi uchun qonni tozalashga, vazn tashlashga, soch, tirnoq va teriga juda ham foydali hisoblanadi. Do'stlar, va'da qilganimdek ikki xil salat retsepti tayyor. Video yoqqan bo'lsa, kommentariyada fikringizni kutib qolaman. E'tiboringiz uchun rahmat. Ko'rgan vaqtingizga rozi bo'linglar.